Avazbek bilan dalaga ketyapmiz. Qani poyga? Yetib olaman men senga hozir. Yiqilib tushish yo'qda lekin. Ketdimi? Yetib ol. Nima qilib? Men o'tirib ko'raman. Tomrim bormaydi. Bitta qayoqsan? Nima? Sen dalaga boramiz urasan hozir? Nima? Dalaga boramiz urasan. Dalaga boramiz. Sekin tushab, pastliga Avazbek bilasan. Dalaga keldik. Kartoshkalarimiz. Hozir kanaga qarshi dorilaymiz bularni. Qonchiliklar. Kim tushyapti? Otam. Ana, ko'rinadi. Nima gaplar? Avazbek gapiring-chi. Ana, ko'ryapti. Ey, video olyapsan sen. Nima gaplar? Yaxshi. Yaqin chiroyli bola bo'lib gapiring-chi. Yaxshi. Uni otang kelyapti. Dorilarni olib kelyapti. Ana. Mana Avazbek otasi kelyapti. Yo'qda yana bir kishi ishlayapti. Ota blokda bitta zibir bor. Bugün bor olib keldik, ana shu dori. Nomi esimda yo'q. Bo'ladi. Uchta zapravka ketami hozir? Shariatga. Ishlar bo'lishmaydi. Uchinchi azroq bo'ladi. Hada bormi, sezyapsizmi? Men sezmayapman hozir. Men sezmayapman. Avazbek ushlamagin sen buni. Nima gaplar? Qani? Kuy. Sepishni boshladik. Nimaga o'rtadan tushdingiz? Bularga sepmaymizmi bularga? Dori sepyapmiz. Daralar. Ana bittasini topib oldim. Karishgani talagini yeb qurtyapti mana shular. Zarar ko'randalar. Mana shunday yeb tashlagan palaklarni. Bu ikkinchisi yepishimiz ancha yo'qolibdi lekin. Palaklar yegan lekin
unchalik. Avazbek bitta topdim men. Bitta. Quldirib tashladim. Juda unchalik ko'pmas ekan. Mana men maytdan ko'rdim. Mana shuni dorilab tashlasa yo'qolib ketadi, ulim. Bu nima ekan? Mana qo'lim sang bo'lib yuribdi. Mana shu urug'ni yo'qotamiz endi nimagaki? Mana. Palagi Dadam bani kana. juda yaxshi emas ekanda. Bu tagi ham juda maydalashib ketdi bu garishkalar. Mana. Mana bu yerda ham bor ekan. Avazbek yaqinda maktabga boradi, sentyabrdan boshlab. Avazbek, Ha? qani? Sana beringchi 1 dan 10 gacha. Adin. Menga qarab. Va Menga qarab. Menga qarab sana bering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi. Endi o'zbekchalar. O'zbekchalar. 1 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Menga qarab. 8, 9, 10. Bo'ldi. Bo'ldi. 1, Menga qarab, ey, tikka tur. 12, 13, 14, 15. Bo'ldi. Endi inglizchalar. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bo'ldi, tamam. Adina. Tamam, bo'ldi, yetadi mana shu. Avazbek bilan hozir kapamizga keldik. Kapa qurib olganmiz bekka. Shipirlar olib kelib, kap pomidorlar ekib qo'yganmiz mana. Dog'ni sep bo'ldi, qaytyapmiz. Avazbek, uyga qaytyapmiz-a? Bilaman. Nima yo'lim to'syapsan sen? Maga kendi humpar. Maga ke. Yo'lim to'syapti bu. Yo'limni to'sma meni. Melza ko'rsachi. Velosipedini olib qo'yadi agar. O'sha teraklar orqasida turadi Melsa. Mana videoga olib boryapman, Melsaga qo'yib beraman mana. Yo'limni qisdi mana shu. Mana shu odamcha yo'limni qisdi deb aytib beraman. Keyin qamab qo'yadi seni. Sekinroq tushgin, asta tezlashib ketadi. Ama not kitasan. O'z ketdimi? Ana, Mercedes ketardi. Mercedes o'tib ketami araba? Ana, o'tib. Mana uyimizga yetib keldik. Mana Avazbek. Avazbek, qalis? Yetib keldik uyga. Ana onam. Ovqatlarimiz bugun lag'mon ekan. Qalampirsiz ovqat o'tmaydi. Arilarga ovqat berildimi? Yaxshi. Mana gullar. Yaxshi. Ha, dadam ham kelib qoldi shekilli o'zi. Mana gullar.
Hozir suv quyamiz-a gullarga Avazbek. Ha, dadam ham keldi. Qorimiz yo'q lekin bunda. Sursa ketib qolaveradi. Ana. Apujon. Qalaysiz Apujon? Yaxshimisiz? Yaxshi. Mana bu gullaringiz bor-ku, o'sib ketyapti-da, qarang. Matdan kesib tashlashimiz kerak. Tekis qilib, ha? Nima deysiz? Qayerda? Ana, traktor ham keldi.